Xo'p, eng pastdagi elementdan aus user model deyimizdan qaranglar, qaysi app'ning ichinde? Users app'ning içinde ne degan edi bu users app'ning içinde? Custom user degan vajimi yozib ketami? Mana endi kelaman dag'i nechataman? Make migration etaman. Uji tayyor bo'ldi mening loyiham. Make migrations. Ana muammosi yo'q. Endi migrate etaman. Python PyRun run. Okay. Migrate. So migration nereye nasıl yapıyorsun? Migrate geçiyordu. Zaten götürüp koyuyorsun. Bazaga o'tkazib beradi bu. Bazani shakllantirib beradi. Bu migration esa bazaning nechik bo'lishini aytib beradi. Tushundingmi? Bu bazaga ko'chirib beradi. Xo'p, ana endi bosh sahifaga kelamiz dag'in. Yana register degan narsani o'tsam, qaranglar. Publishning o'zida chiqmaydi. Sababni uchun bizlar registerda qo'ydik, tushundingmi? Bosh sahifada chiqmaydi, neda chiqadi? Registerda chiqadi. Yana foydalanuvchini yozib ko'raman. Sodiqov Tohirjon nimadan parol kiritaman. Xo'p. Kutaylikchi. Ay? Hozir xato beradi. Sababini bir-ikki bersam, xato dedi. Tokenim yo'q. Ko'rib turibsizlarmi? Ya'ni neda token? Qachonki post metodi bersangizda tokenim qo'yib ketish kerak. To'g'ri? Yaxshi lekin. Nima deymiz? Siri kres token. Xo'p. Endi kelaman dag'in loyihamni qaytadan o'tib beraman. Sodiqov Tohirjon deyman. Registr etsam, registr etdi. Lekin ina bu 127 deymiz-ku, bosh sahifaga shu registr etgan odamlar ism familiyasi chiqib tursin. Tushunarlimi? Buning uchun nima etamiz? Yana bir funksiya yozib beramiz. Chiqaradigan narsa. Nima deb yozamiz edi? View'a kelaman. View'ga kelamandan yozaman. Baland yazaverali shuni. Dev list user deyman. Users. Foydalanuvchilar ro'yxati request nichik. Ya'ni nichik bo'ladi deb Behruzbek. Foydalanuvchilar hammasini chiqarajakman ro'yxatda o'tgan. Nisha chiqaraman endi. Aha, yozdim uni. Users degan o'zgaruvchi ochib olaman. Keyin custom userdan objects detamizdan all atamiz. Tushundingmi? Keyin buni qaysi HTML ga qaytaramiz? Return bilan render asib turib, render orqali nowga qaytaramiz. Request qaytadi har doim. Keyin list users dema nuqta html. Xo'p, ibdan ishlatamiz. Now qaytadi bizlara. Dictionary ko'rinishida qaytadi. Users degan o'zgaruvchi mana qaytadi. ibda biz olgan users degan hamma qiymatini olib oldi bazadagini. Keyin bizlara html ni uzatib turdi. Tushundingmi? Mana endi html yaratib olaman. Ishataman. List users nuqta html. Endi nishat chiqaramiz edi. For in users sababni uchun ibda users yuborib qo'yibmiz, shundaymi? Endi qiymatni for ochgandan keyin ishlatamiz. For and for atib turib beklaymiz, shundaymi? Ana endi ishlatamiz, qiymatlarni chiqarajakman. jadvalat chiqarmoq o'rgatyaptim, shundaymi? Sizlar o'zingiz jadvalat atib berasizlar. nuqta first name ni chiqar. Keyin nima deymiz? nuqta last name ni chiqar. Tushundingizlarmi? Xo'p, ana endi URL yozmadik. No ibera chaqramizdan no degan funksiya yaratdik. List user. Ibedan ishlatamiz. Pass. Bosh sahifani o'zini, ya'ni ochiq joy qoldiramiz. Keyin no list userlari list userimi chaqiraman.
Kino koyama ibide virgül bulmanı çok hata berdi tut. List user. User software. User sava. Şimdi şetamiz ibide name'ine no deme. List koyarın. List yaxşı users'ten. Hop. Ana endi qaranglar. Qaytadan ishlataman. Sodikov Tohirjon chiqdi. Tushundingizlarmi? Bu pastda ro'yxatda o'tish degan knopka qo'yib qo'yali. Tushunarlimi? Pastda no qo'yib qo'yamiz. Bu ro'yxatda o'tish degan knopka qo'yamiz. A bilan beramiz dedi. Bu xrefa no beramiz dedi. URL deymiz dedi. Keyin bu de register dedik aynen. Şu aynen şunu ibere yazamız yine register'a. Tushunarlimi? Ki bu eni bizlere ro'yxatdan o'tish deb qo'ysak yine görünüp turadi yine ro'yxatda o'tish. Bassam yine ro'yxatda o'tish qismini o'tkazib beradi. Tushunarlimi? Lekin qaranglardi. Ro'yxatda o'tgan luboy bir odam kelsa şunu yazsa çıkarıp beradi ya. Şu bosh sahifani bassa çıkarıp beradi. Tushundingmi? Endi login etgan odamkini chiqaramiz. Tushunarlimi? Login etgan odam ko'rib biladan etamiz shu sahifani. Tushundingizlarmi? Login etmagan odamga no deymiz? Bor login etib qayt deymiz. Tushunarlimi? Buni necha etib etamiz desangizlar qaranglar. List user degan turibdi. Bu zo'r. Endi biz login deganlarni yozamiz. Noni funksiya yozamiz. Pastga tushaman. Dev user login deyman. Nishlatamiz. Qaranglar, login o'zini qo'yib ketmanglar. Tushunarlimi? Sababi hozir biza og'izdan chiqargan vaqtda login degan funksiyalarning o'zi bor-da. Shunda muammo bo'ladi. Bu yerdan o keladi, request keladi. Endi nishlatamiz? If metodini tekshiramiz. Metodi requestning metodi dengmi deyman? Postga deng bo'ladigan bo'lsa nishatdimiz. Qaranglar. Login etcek vaqti biza no dedik biza yana. Qaranglar, bu saytdan ko'rsataman, realniy bir saytdan. Jadi noga chiqarib turibdi. Ha, internet yo'qligi uchun login etcek odam nolar bilan login etishi kerak. Parol bilan, username bilan odatda ro'yxatda o'tadi, shundaymi? Buni nishatib ro'yxatda o'tkazamiz desak, qaranglar. Nechun chiqarganini bilmadim. No narsa bu? Kamera. Yo'q, kameramiz tursin shu chetda. Xo'p. Nishatamiz biza. Biza nolar inputdan nolar olishim kerak. Username degan vej olaman. Noni username degan vej olaman. Keyin noni olaman. Passwordni olishim kerak chaqirib. Uning uchun nishataman requestdan post etamiz. Nuqta qo'yaman, get deyman. Endi username deyman, shundaymi? Va request etamiz, post etaman, no deyman, get qilaman. Passworddan olaman. Shundaymi? Ana endi men passwordni oldim. Shundaymi? Bu username'im oldim. Endi avval ro'yxatda o'tgan odamki bilan solishtirib ko'rishim kerakmi? Ha? Biz solishtirib ko'rish uchun qaranglar. Buni bazaga yozamanmi? Username bilan passwordni bazaga yozmayman. Sebep ucu bazada bor qahina ro'yxatda o'tkazadigan qism yozib qo'yibman. Ro'yxatda o'tgan odam login ettirecekman men. Tushundingizlarmi? Bazaga yozibman bo'lgani, o'sha paroli bilan username to'g'ri keladimi, gapmi? Shuni tekshiramiz. Buning uchun nishatamiz desangizlar, nishatamiz. Buni ro'yxatda o'tkazib olishimiz kerak. Ro'yxatda o'tkazish uchun authenticate degan funksiya kerak bo'ladi. Uni chaqirib olish kerak. Neden chaqiramiz? From Django'nun içinden noda contribute'un içinden auth'un içinden import etamiz authenticate. Tushundingizlarmi? Authenticate. Ya'ni qaranglar. Foydalanuvchini authenticate etib olishimiz kerak. Necha etib etamiz uni?